İyi. Voy. Suhrobjon o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachon kelding Toshkentdan? Bugun keldim. O'qishlaring yaxshimi? Rahmat. Xursandman bolam. Yaxshimisiz? Xursandman. Yaxshi. O'g'lim. Mehmonlar kelishdimi? Yo'q, dada. Unda tashqaridagi mashina kimniki? Esizdami, dada? Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Keldingmi? Ha, keldim. Ha, bo'pti. Kiyimingni almashtirib chiq. Menga yordam berasan. Bo'la qol. Ha, bo'la qol. Ne turibsan? Dada, shu desangiz, zamonaviy kasblarga yozdirib qo'ygandim. Grafik dizayner bo'lmoqchiman. Xudo xolasa ertaga Toshkentga ketaman. Qanaqa zamonaviy kasb, o'g'lim? Ha, bo'ladigan ish qilsang-chi. Mana amakining o'g'li 2 yil Moskvada ishlab, otasiga Nexia olib berdi. Sen ham 1-2 yil ishlasang, menga yordam bersang, uy joyimizni qayta ta'mirlaymiz. Xudo xolasa men ham sizga mashina olib beraman, dada. Qo'y unaqa zamonaviy kasblaringga ishonmayman, bolam. Bo'la qol, kiyinib chiq. Toshkentga borib o'qiganim foyda berdi, dada. Ha, yaxshi bo'pti, bolam. Yaxshi. Xursandman. Ha, bu tashqaridagi mashina kimniki unda? Bu mashina sizniki endi, dada. Menga? Sizga bu. Voy. Yo'q, bolam hazillashma. Yaxshi kunlaringizda minib yuring. Voy, o'zing ishlab topdingmi? Albatta, siz uchun. Voy, o'zim o'g'lim. O'zi senga ishongan edim. Baraka top. O'g'lim, Suhrobjon, men sen bilan faxrlanaman. Rostdan ham o'zing ishlab topdingmi? Ha, albatta, siz uchun.